Assalomu alaykum, bizni kuzatuvchilarimiz, sizlarga Telegram Karset gruppamizni ochganimizni va u gruppaga qanday qilib ulanib olishingiz va Karset gruppamizda nimalar borligini sizlarning e'tiboringizga havola etmoqchiman. Biz YouTube tarmog'ida ish yuritmas edik, endi YouTube tarmog'ida ham o'z shaxsiy kanalimiz va o'zimizni savdo yo'nalishlarimiz bor. U yerda siz bemalol korsetlarni, bandajlarni yelka, qo'l, hamma joylarga, hamma a'zoga kerakli bo'ladigan mahsulotlarni bizlardan albatta xarid qilib olishingiz mumkin. Eng asosiysi hamyonbop narxda, chunki biz o'zimiz optim hamma joyga tarqatamiz. Xo'p, mana bu videoda ko'rishingiz mumkin mahsulotlarimizni hammasini sekin-astalik bilan sizlarga Telegram gruppamizda bor narsalarni ko'rsatib o'taman va bu Telegram gruppamizga hali joylashtirilmagan mahsulotlarning soni juda ham ko'p. Siz bu yerda asosan men sizlarga tavsiya qilayotgan mahsulotim Kolumbiyani original lateks korsetlari bo'ladi. Bu korsetlar juda ham sifatlari a'lo darajada. Mahsulotimiz 100% ishonchli. Necha yillardan buyon ayollarimizni ishonchini oqlab kelgan va yaxshi super natijaga erishilgan mahsulot va sizga hozirgi kunda trendga aylanayotgan Instagram, internet orqali trendga aylanayotgan mahsulotlarimiz body korsetlarni ham, body bandajlarni ham e'tiboringizga havola etaman. Mana shunaqa body korsetlarimizni bejeviy ranglari bor. S razmerdan 3XL razmerigacha bor. Barcha mahsulotlarimiz Turkiyani asl mahsulotlari. Bu mahsulotlarni sizlarning e'tiboringizga havola etyapmiz. Albatta mahsulotlarimiz sizga ma'qul kelsa, bizni raqamlarimizga bog'lanishingiz mumkin. Yana mana bunaqa korsetlarimiz sizga bo'lmay qolsa yoki semirib ketsangiz, mana shunaqa korsetlarimizni kengaytirgichlarini ham olsangiz bo'ladi. Albatta bu semirib ketish tabiiy holat, chunki ayollarimizda tug'ruqdan keyin va tug'ruq paytida semirib ketiladi va semirib ketgan paytlarda oldinroq taqqan korsetlari keyinchalik bo'lmay qolishi mumkin va shuning uchun yana qaytadan korset xarid qilib olmasligingiz uchun sizlarga lateks kengaytirgichlarni tavsiya qilib qolaman. Ranglari bejeviy va qora rangda bu kengaytirgichlar bilan siz o'zingizga ikkita korset sotib olganday bo'lasiz va korsetingiz kichik bo'lib qolishidan aslo xavotir olmaysiz. Mana bu esa oyoq tagiga bandaj. Bu bandajlarni ishlatganlar yoki buni izlayotganlar albatta biladi. Bu ayollarimiz va erkaklarimiz uchun ham to'g'ri keladi. Qo'l, oyoq va barcha joyga to'g'ri keladigan korsetlarimiz mavjud. Bu esa ko'rib turganingizdek novinka body kamar, rangi qora va bejeviy. Ko'rib turganingizdek ideal va super qomatga ega bo'lasiz bu korsetlarimiz bilan. Xo'p, razmerlari S razmerdan 3XL razmergacha bor. Bizga ko'plab yosh katta mijozlarimiz qo'ng'iroq qilishadi. Yosh katta mijozlarimizga bu korsetlarimiz albatta 50 yoshlargacha to'g'ri kelishi mumkin, chunki ko'p onaxonlarimiz qo'ng'iroq qilib, menda ichki kasalligim bor, shunga korset taq deb aytgan, bu korsetlaringiz to'g'ri keladimi deb so'rab ko'p qo'ng'iroq bo'ladi bizga va shunda aytib o'tmoqchimanki, bu korsetlar qattiq siqib turganligi sababli yoshi katta onaxonlarimizga to'g'ri kelmaydi, chunki u yurak qisishi va nafas qisishiga olib kelishi mumkin. Bu albatta yosh va ideal qomatga ega bo'lishni istagan yosh onalar va ayollar, qizlarga tavsiya etiladi.